Xo'sh, assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Siz hozir ayol maktabi podkastini tomosha qilib turibsiz. O'ylaymanki, juda bir ajoyib va samimiy suhbat bo'ladi. Chunki bugun bizani podkastimizga juda bir ajoyib, samimiy qaynona va kelin tashrif buyurishgan. Bugungi podkastimiz mehmoni Leylaxon va ularni qaynonalari Ra'noxon. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yo'q, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Ro'za ayyomlar bilan qiynalmayapsizlarmi? Birga bo'lsin. Voy, onanib ketdik. Voy, siz yaxshimisiz, kelin poshsha? Tuzukmisiz? Voy, yuzlaringizdan nur yog'ilib turibdi-ya. Bolajoningizni katta qilyapsizmi? Voy, onanib ketdik. Charchoqlar bor. Chunki yosh onalarga oson emas, qoqindilar. Mana o'zi ham ona bo'lganmiz. Voy. Voy, kunduzi bilan shu uy ishlari, kechqurun bilan shu bolaga qara, uni qonini to'ydir, cho'pil degandek. O'shanga onalarga oson emas. Lekin kelinlarni oldida mana shunaqa qaynonalari bo'lsa, yordamchilari bo'lsa, ko'makdoshlari bo'lsa, hech narsa bilmay ketadi-da. O'ynab kulib boqib oladi bolasini. Chunki danagidan mag'zi shirin deyishadi. Bu jonlarni o'zi shunaqa bir nevaralarni katta qilib berishadi. Endi nima bo'lyapti endi bu qaynonangiz necha foiz sizga qaralashyaptilar qoqindu bola boqishda? Ojon desa qarashadilar, bolaga ham, uy ishlari bilan bo'lsa qarashadilar. Ha, yaxshi. Endi baribir kelinlar yoshdek, bilasizmi Ra'noxon? Bizani aytgani o'zani qilmaydi, chunki yoshi kattalar biladi-da, beshiga belatsa belamaydi, boshqa bo'lib qoladi deydimi, ha? Belamaydi. Shu. Ra'noxon, men sizga bir ikkita savollarim bor. Bugun dildan suhbat quramiz, ha? Sizningcha yaxshi qaynona bo'lish uchun ayol kishida qanaqa sifatlar bo'lishi kerak? O'zingiz bir fikrlaringiz bilan bo'lishni yo'nalib keting. Yaxshi qaynona bo'lish uchun hamma o'zicha o'zini yaxshi deb biladi. Shu kelin qaynona xuddi ona-yu qizday kelishib ketsa, yaxshi qaynonadan chiqish mumkindir. Yaxshi qaynona, yaxshi kelinga yaxshi qaynona. To'g'ri. Haligi, какой привет, такой ответ deydi-ku. Xo'p. Endi Ra'noxon, mana siz ham kelin bo'lgansiz-da, yonanib ketdik. O'sha kelinlik paytingiz mana baribir esingizga tushadi, to'g'rimi? O'sha mana shu kelinlik paytidagi tajribangizdan kelib chiqib, hozirgi munosabatingiz qanaqa shu keliningizga? Munosabatimiz nima deydi endi kelin endi har zamonga bir zamon. Biz zamonimiz boshqacha zamon bo'lgan. Hozirgi zamon endi vobshin boshqacha. Endi shu zamonga biz qaynonalar ko'nibmiz. Voy, chidab yurimiz. Bunimizdan ip o'tkazib olgan hozirgi kelinlar. Shunaqa desa ham bo'ladi. Endi nima qilamiz endi? Baribir Chidashga to'g'ri keladi. Shu. Yo'q desak, o'g'limi oilasi. Ana. Shunday asaldan asal bolalari bor, farzandlari bor. Endi nima deymiz endi? Mayli, bu zamon bunaqa zamon ekan. Biz zamonimiz o'tib ketgan bo'lsa, hozir bularning zamoni. Inshaalloh bolalarimiz zamoni boshqacha bo'lar. Kim biladi endi, men shunaqadir. Voy, bu hozirgi kelinlarchi hamma narsani bilish kerak. Uy tutishi ham, kuydirib pishirishi ham, o'ziga qarashi ham. Voy, men buning uchun zo'r kurs topdim. Kelin Pro Max kursi. Ushbu kursda 50 dan oshiq pishiriqlarning retsepti, undan tashqari psixologiya o'quv sirlari, undan keyin mana har xil makiyaj qilishni ham o'rgatishadi. Uyga qanaqa saramjon sarishta qilish kerak, hammasini o'rgatishadi. Albatta, ushbu kursda o'qib, o'z bilimlaringizni, o'z tajribalaringizni yanada ko'proq oshiring. Mabodo yana ham to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, mana shu izohlardagi havola orqali o'tib olsanglar bo'ladi, qoqindo'lar. Qattiqlar qursin. Mana endi baribir munosabatlarda har xil kun bo'ladi-da, to'g'ri, mana yaxshi kun bo'ladi, yomon kun bo'ladi. Ba'zan kelishmovchiliklar bo'lib qoladi, to'g'rimi? Mana shu oranglarda kelishmovchiliklar bo'lganmi? Bo'lib turadimi? Mani qaynonam rahmatli aytganlar. Любой joyga borsang ham suv
bir loyqalanadi, keyin tinadi, iziga tushadi deb. Hamma joyda loyqalanib bir endi tindi bilmadim yana ham endi inshaalloh tindi deb o'ylayman. Hammasi yaxshi. Lekin baribir bu o'tdi, bo'lib o'tdi. Bo'lib o'tdi. Aytishadi-ku, kelin bo'lib tushgan xonadonga birinchi 5 yilligi ota-onani tarbiyasi. 5 yildan keyin, uzog'i 7 yildan keyin u qaynona qaynatadan olgan tarbiyani ko'rsatar ekan. To'g'ri. Endi bizga ko'ndi hisob deb bilarman endi. Endi bitta narsani bilib olinglar. Mana turmushga chiqayotgan yosh qizlarga bir meni maslahatim bor. Hech qachon borayotgan xonadoninglarga, mana borganinglardan keyin o'zinglarni qizli uylardagi muhitda olib kelmanglar. To'g'ri. U muhit qolib ketdi. Qolib ketdi. Siz shu xonadonga keldingizmi? Mana shu oilaga, mana shu xonadonga siz moslashishingiz kerak. Ana shunda hammasi a'lo darajada bo'ladi. Turmushingiz go'zal bo'ladi. Qaynonangiz bilan kelishib yashaysiz. Uyingizdagi tartibni bu yangi oilaga olib kirmang. Hammaning o'zini qonun qoidalari bor. Ana shunda hayotingiz chiroyli bir tekisda o'tadi. Biza qaynonalar shuni olimizda yaradi. Shunday. Ichingizdagilar top gapirdimi? Shukr dada. Endi mana shu kelishmovchiliklar bo'lgan paytda hozirgi kelinlar voy uzr so'rashni bilmaydi. Yo'q. Arazlab, voy 10 kunlar gaplashmay yuradi, to'g'rimi? Yo'q, lekin bunisiga meni kelinimga shunisiga qoyil qolamanki, men maqtamayman. Men urushsam hamchi arazlashib bilmaydi. Yana mamshirdan ovqat kelib yuradi, oyijon keling deb qo'yadi. Hamisha bahor ekanda keliningiz. Shunisiga lekin boshqa ish qila olmasa ham shunisiga qoyil qolaman. Shu paytda mana kelishmovchilik bo'lgan paytda kim mana shu murosaga kelishga kim birinchi qadamni bosadi? Menda aylanay. O'zingizmi? Aylanma o'rgilib-a? Shunday o'zimda bo'lmasam o'rtada bolam ko'p aziyat chekadi-da. U ishlaydi, onasini o'ylasinmi, xotinini o'ylasinmi, o'rtadagi oilani o'ylasinmi, yo'q, yana o'zim taqdirimga tan berib, mayli, kela qoling deymiz. Qanaqa bir zalatoy ona, sizga qanaqa zalataya qaynona tushdi. Mana endi oldingi paytda bizning davrimizda Ra'noxon qaynonadan yo nimadandir tegib qolsa yuraverardi, gapira olmasdi, andisha qilardi, qo'rqardi. Mana hozirgi kelinlar voy razbor qiladi. Shunaqa. O'tirib olib, to'g'rimi? Mana siz nima deb o'ylaysiz? Shu kelishmovchiliklar bo'lgan paytda ichga yutgan yaxshimi yo ochiq yuzma-yuz kelishib gaplashib olgan yaxshimikin? Ichga yutgan yaxshi desam, qanaqa hurmatini joyiga qo'ygan hisoblanadi. U masalan past keldi degan hisoblanmaydi u. Baribir ming bo'lsa ham agar shu sevgan erini ota-onasi-ku shu odam. To'g'ri. Past keldi degani emas bu. Bu masalan ichiga yutsa, o'zi yutadi xudo xolasa. Shuni yutishni o'rganish kerak kelinlar, bo'ldi. To'g'ri. Sizga ham navbat beramiz hozir. Sizni ham gapirtiraman, o'ylanib ketdik. Endi Ra'noxon nima deb o'ylaysiz? Qaynona kelinning o'rtasida chegara bo'lgan yaxshimi yo juda yaqin bo'lib ketgan yaxshimikin? Net, chegara bo'lish kerak. Bo'lish kerak baribir. Qaysi ma'noda mana masalan? Qaysi ma'noda? Qaynona va kelin deyilgan. O'rtada va bor-ku. Baribir chegara bo'lish kerak. Mana o'zingiz yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, onanib ketdik. Qaynona kelin bu men qiz deb qabul qilganman. Qizdek ko'rish kerak. Qaynona kelin bu ona va qiz munosabatlari bilan yaqin, chambarchas degan bir fikrlaringizni bildirib o'tdingiz. Mana endi hozir yo'q, chegara bo'lish kerak deyapsiz. Hozir endi o tepadagi gap pastga ozgina to'g'ri kelmay qolyapti. Shuni menga izohlab keting, isbotlab keting. Ona qizday demadim. Ona bilan qizday bo'ladigan munosabat o'rtada bo'lsa, kelishmovchilik bo'lmaydi dedim. Atak bo'ladi. Atak. Masalan, kelin qaynonani hurmatini qilsa, hech qachon qaynona qaynamaydi. Qaynamaydi. To'g'ri yo'lda bo'lsa agar hech qachon qaynona bekordan bekor
koyimaydi. Koyimaydi u odamni. Yo'q, lekin masalan. ichi qorali bor-ku, qancha? Bu siz shunaqa. Keyin Olganlar. man bilmaydim. Men hamma narsani to'g'ri munosabatda olaman. Yo'q, men shunda xato qilyapsiz deyman, bo'ldi. Biz ochiqchasiga gaplashib aytib berib bilamiz bir-birimizga. Ichga yutilmas ekanda, yuzga aytiladi. Yuzimizga aytamiz. Sizni nimadir qiynavyaptimi, ichingizni kemiryaptimi? Men aytaman. O'tir bu yoqqa. Mana shunaqa aybing bor bola. Shunday. O'tir bu yoqqa ham demaydi. Shuni da. Joyda. Joyida aytaman qo'yaman. Yaxshi, mana ancha yodlayapsiz mana qaynanangizni. Yaxshi. Lekin mana yuqorida aytib o'tgandek qaynanangiz mana shu ba'zan bilasizmi, qaynanalar ham xarakterli bo'ladi, juda xarakterli bo'ladi. Chunki haligi boshqa bir xonadonning qiziga ham oson emasda. Bu xonadonga kelib olib, bu xonadondagi erini qovat tumshug'ini ko'tarsinmi, qaynonasini qovat tumshug'ini ko'tarsinmi, ularga ham oson emas. Kelinlarga ham oson emas bunday olib qaraganda. Oila o'zi bir ajoyib, bir muqaddas narsa. Shuning uchun yashasak ko'raveramiz. Mana endi hozir juda ko'p qaynonangizga savol beryapman. Menga juda g'alati yomon qarab o'tiribsiz boyibdan beri. Endi men endi sizga savol beraman, Leylaxon. Olanib ketdi, asal qizim. O'zi yoshingiz nechida-yu va necha yoshda turmushga chiqdingiz? Turmushingizga necha yil bo'ldi? 23 yoshdaman. 18 yoshligimda erga tegaman. Ana, 4 yil. 18 yoshda. Gul yoshingizda turmushga chiqqan ekansiz. Demak, 4 yil. 4 yil bo'ldi turmushingizga. Farzandlaringizdan nechta bo'ldi? 2 ta. Bu ikkinchisi. Bu ikkinchisi, ha. Qattiq o'g'il qiz? O'g'il. O'zi ham o'g'il. O'g'il, vay, siz polvonda ikkita o'g'illarni tug'ib berib qo'yibsiz. Baraka toping umringizdan. Ana endi sizga yuzlanmoqchiman. Bu xonadonga moslashish qanaqa bo'ldi? Ya'ni o'sha bir o'zingizni xonadoningizda erkak qiz bo'lgansiz, tantiq qiz bo'lgansiz, ha? Mana bu xonadonga kelgandan keyin shu erkakliklar o'tarkanmi? Ko'tarishdimi? Mana shunda ozgina bir ichingizdan bemalol bo'lishsangiz, ha? Mani uyda ham unaqa erkalashmagan. Ha. Naborot bu yoqda ko'proq erkalashgan. Oyijon, ha. Adajon bizda juda spokойный odam. O'shanga uncha qiyin bo'lmagan. Единственное, menda oyim spokойный, adam вспыльчивый, a bu yoqda oyijon вспыльчивый, adajon spokойный. O'shaning uchun ozgina rollarni kelishtirib oldim, bo'ldi, qolgani нормальный bo'ldi. Demak, hozir sizda hammasi yaxshi. Qiyinchiliklar qanaqa bo'ldi? Baribir juda yosh turmushga chiqqan ekansiz. Yo'q, vashe sovchiligiga kelishganida oyim aytganlar, to что ovqat qilishni bilmaydi. Oyijon aytdilar, o'zim o'rgataman dedilar. O'shaning uchun oyijon bu narsaga tayyor edilar. Как бы ular uchun ham surpriz bo'lmagan, men shunaqaligim. O'shanga osonroq bo'lgan. Osonroq bo'ldi. Demak, siz qaynonangizdan o'rgangan ekansiz-da, qozon ovqatlarni. Ha. Ay, yaxshi, baraka toping. Qiyin bo'lmadimi ro'zg'or? Yo'q, oyijon o'zlari povar, juda yaxshi ovqat qiladilar, hamma ularning ovqatini yaxshi ko'radi. Даже mehmon kelsa retsept so'rab ketadi, любой mana stolda turgan ovqatlarni. 100 marta amin bo'lganman-da bu narsaga. Qachon mehmon kelsa, nimadir retseptini so'rab ketadi. O'shanga mehmonlar keladimi, boshqasimi, oyijon постоянно o'zlari anaqada bo'ladilar, kuxnyada bo'ladilar. Men yordam beraman, uborkani men qilaman, oyijon ovqatni qiladilar, birgalashib mana shunaqa qilamiz. Hech qachon bo'lmagan, что oyijon yotadilar, men nimadirlar qilaman. Naborot oyijon inisiativa проявлять qiladilar. Qani bugun nima qilamiz, nima qo'yamiz deb ular qiladilar-da. Men qo'shilishib yuguraman, atroflarida bo'ldi. Aytadi-yu. Meni kelinim shu ish qilganda yuraveradi, lekin qiladigan ishini unumi yo'q deb qo'yadi. Yo'q. Mana o'ndirlar qilaman. Qaynalar. Meni kelinim shunaqa-da. Ish qilib yuraveradi, lekin qiladigan ishini unumi yo'q. U bir 2 soatda qilgan ishini, "O'q, men 20 minutda qilib qo'yaman-da, bunda ketib aylantirib." Mayli, baraka toping. Siz mana qaynonangiz yoshiga yetganda siz ham shunaqa bo'lib qolasiz. Chunki mana shu ayoli maktabidasiz-da, siz shu ayoli ro'zg'orida pishyapsiz siz. Onani ketdi, chunki 18 yosh, juda gul yoshida turmushga chiqqan ekansiz. Haligi moli sotsa aybini etib soat degandek, masalan, xonadoningizda mana onangiz to'g'risini aytib uzatgan ekanlar. Mani qizim osh-ovqat qilishni bilmaydi. O'zim savolaman ro'zg'origa debdilar. Bu juda yaxshi.
chunki ko'p xonadonlarda voy qizini shunaqa maqtavoradi mana shunaqalar ham aytib bor. berganlar qudam. To'g'risini aytib, Shu to'g'risini aytganlar. Bu yog'ini o'zimni maktabimga o'rgataman deganman, qiyin ekan. O'rgatishmi? O'rgatish qiyin ekan. demak mana shogird tayyorlasangiz ham bo'laveradi. Bizning ro'zg'orimiz o'zi bitta. Alohida yashashsa ham, no bitta ro'zg'or biza. Yeb ichishimiz hammamiz bir joydamiz, bizanikida. Keyin yotishga bular как kvartirant uyga ketadi. Kvartirant. Hozir shunda tushunishim bo'yicha bir yonma mana bitta mahallada yashaysizlar-da, shunaqa bo'lyapti. Boshqa mahallada yashaymiz. No birgamiz doim. Qozon bitta bizaga. Bitta. Ro'zg'or ham bitta. Bizada saniki maniki yo'q. O'g'lim bilan masalan xo'jayinimizni bugun bunisi qilsa, unisi unday qiladi. Mani uyimda bu bor, buni uyida u yo'q, unaqa yo'q bizada. Shunaqa. Osh qozon bitta bizada. Demak, hammani boshini bitta qilib turar ekansiz, o'rgili. Chunki o'zim ko'pchilik yaxshi ko'raman. Shu ko'pchilik orasida o'sganman men ham. Ana. Yaxshi ko'raman. Fayz bo'ladi-da. Navaram yig'laydi, uyga bormayman, dada, я не пойду к вам, я останусь deb yig'laydi. Otasi bilan onasiga yoqadi, tashashadi, ketishadi, kichkinasini olib. Ana. O'zimni bolam u. Qaynini qaysi paytlarda mana kerak bo'ladi, o'rgilib keting, baraka topinglar. Mana endi hozir ko'ryapsiz, ijtimoiy tarmoqlarda oila mavzusi keng muhokamalarga sabab bo'ladigan bo'lib ketdi mana oxirgi paytlarda, mana bilasizlar. Hali u bloger, hali unisi, hali bunisi oilaviy sirlarini bemalol ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqib, deylik, haligi boy hayotni olib chiqib, targ'ib qilib, kelinlarimiz, qizlarimiz erlardan shuni talab qilib, demoqchiman, ijtimoiy tarmoqlardagi oilaviy munosabatlar real hayotdagi oilaviy munosabatlarga ta'sir o'tkazyaptimikin? Nima deb o'ylaysiz mana siz? O'tkazyapti. O'tkazadi ham. O'zidan psixolog yasaganlar bu. Kelin qaynona qaynotani ishini qilmasin. U qul emas. Qayerda yozilgan u qul emas. U bizning xizmatimizni qilmayapti. Xudoga behisob shukr, qo'l oyog'imiz bor, o'zimiz ishimizni o'zimiz qilamiz. Qilsa o'zinikini qilyapti. Shu xonadonda yashayaptimi? Va nimaga qilmaydi bolasi? Orqasini yig'ishtiradi, o'zini orqasini yig'ishtiradi. Hech qachon kelin qaynonani kelib orqasini yig'ishtirganini men anav qilmayman. O'zicha bong uradiki, qaynonani xizmatini qilmasin kelin. Qul emas. Men masalan o'sha psixologlarga qarshiman. Men bilmadim yana. Zaharlaydi miyani rostdan. Endi mana ko'p psixologlar aytadiki, chindan ham ma'noda shunaqa pul qivoradigan kelinlar ham, qaynonalar ham uchrab turadi hayotda. Chunki haqiqatdan ham haligi odam o'rnida ko'rmasdan haligi bir o'ziga vaqt ajratmaydigan darajada shunaqa bir chegaralab tashlashadiki, kelinni qul qivoradigan xonadonlar ham yo'q emas, bor. Menimcha balkim shunaqa xonadonlarni bir misol keltirib gapirgan, nazarda tutib gapirganmikin bilmayman. Lekin nima bo'lganda ham haqiqatda men siz fikringizga qo'shilaman. Har bir odam uyga kelin olmayotganda qul olmaydi. Qul olmaydi. Yaxshi niyatda shu bolasini ketidan yana bitta farzand olib keladi-da o'sha xonadonga. Qilsa o'ziga. Nabarot, men faxrlanamanki, shunday men o'zi qatga olib borsam ham kelinimni chiroyli kiyining. Taqing ukrasheniyalarıngizni. Meni yonimda yuribsiz. O'g'limni shunday xotini bor ekan deb hamma ko'radi-da. Masalan, men shunaqaman. Endi men birovlarni bilmayman. Yoki birov mana endi bloger bo'ldi. Mayli, boshida men qarshi chiqqanman. Tamam berdim, mayli. Lekin aytaman, men shu yoqmaydigan narsani yaxshilab reklama qilmang deyman. Haqiqatni ayting deyman. Bo'ldi shu. To'g'risini olib chiqganmi deb aytishadi-ku. Unaqa o yo'qmagan narsasini reklama qilganmi deyshadi. Yaxshi narsani reklama qiladi demoqchiman, yomonini emas, qilma deyman-da. Shunga men qarshiman. Chunki har xil oila ko'radi rostdan ham. Ezilgan kelinlar ko'radi, uni hayotiga havas qiladi. Uni ichidan o'tganini o'zi biladi. O'shanda deyman, ko'p narsani ko'rsatmang deyman. Aytaman masalanda. Lekin baribir
bir quloq soladi, bir quloq solmaydi. Ha. Uncha hammasini ham ko'rsatmayman. Endi bularni haligi Shunaqa. bunaqasi borda endi haligi. Shunday shu yoshligiga boradi-da baribir. Ahvati tushib ketsa ahvatini ko'tarish kerak. Shunaqami? Yoshligida. Oilasiga qiziq urishadi, Mana so'rashadi shunaqa. ayollar, Yo'q, qizlar. endi o'zidagini hammaga ko'rsatgisi keladi-da, bularni baribir ham ichiga sig'may ketadi. Real narsani ko'rsatmoqchi bo'ladi, bilaman. No har kim har xil ko'z bilan qaraydi deyman-da. Shunga ham baribir sal chegara qo'ying deyman Ko'z o'shani. bor narsa, haqiqatdan nazar bor narsa, lekin Leylaxon ba'zida mana reklamalarda real narsalar talab qilib qoladi sizlarda. Masalan, qanaqadir bir reklama oladigan bo'lsanglar deylik, qanaqadir kontent oladigan bo'lsanglar, oilaviy, ozgina hayotingizni ko'rsatib o'tib ketadigan, chiroyli narsalarni ko'rsatib o'tib ketishga majbur bo'ladigan holatlar ham bo'lib qoladimi? Mana o'zingizlarda. Hozir tushundingizmi gapimni? Yo'q. O'zi unaqa bo'lmaydi-da. O'sha yaxshi narsalar keladiki, yaxshi narsani reklama qilyapsiz. Mana, demoqchimanki, sizga xohimda yaxshilab eshiting bari meni. Shaxsiy hayotingiz bor, mana shaxsiy hayotingiz bor, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz, qaynonangiz, oilangiz. Mana shu hayotingizni, baxtli hayotingizni yoki hashamat hayotingizni ko'rsatmang deydilar mana qaynonangiz. Siz qaysi vaziyatlarda ko'rsatishga majbur bo'lasiz? Reklama bo'lib qolsami, yo reklamendatorlar talab qilib qolgan paytdami? Yo'q. Qaysi paytda? Prosta o'zim xohlayman, nimagadir bilmayman. Yoki mana muxlislaringiz, podpischiklaringiz so'raydimi shuni? Yo'q, hech kim so'ramaydi, prosta ko'rsataman. O'zimga yoqadi. Prosta mana ojon aytgandek sig'may ketaman. Как бы Hamma bilan bo'lishgisi keladi-da, shu ichidagini hamma bilan bo'lishgisi keladi. Siz me'yor ushing deb turar ekansiz. Men shunaqa deyman. Men boshqa gap gapirmayman, lishni gap. Ana. Juda yaxshi. Men uncha ko'p gapirmang, ko'z tegadi, dugonalaringizga eringizni maqtamang, deydilar ojon. Ana. Ha. Lekin men dugonalarimga emas, butun Instagramga yetib tashlayman. To'g'ri aytadi mana. Chunki ayollar yomon-da, ayol kishini makri yomon. Eringiz birov ildirib ketmasin deydi-da. Chunki erkak kishi ko'chadan 7 qadam ko'chaga chiqdimi, bo'ldi, ko'chaniki bo'ladi, bo'ydoq bo'ladi. Hop, endi yana bir savol Leylaxon. Mana shu blogerlik bilan kelinlikni qanaqa bir paytda ikkalasini eplab ketish osonmi yo qiyinmi? Nima deb o'ylaysiz? Eplash oson agar oila podдержка qilsa. Agar podдержка qilmasa yo'q. Hozir biz alohida mana ojon aytgandek kvartirant bo'lib yashayapmiz-ku. Hovliga ojonlarnikiga kelaman, qachonki menga video olish kerak bo'lsa, ularni oldiga kelaman, bolalarni qo'yaman. Ojonni oldiga kelsam, men ovqatni o'ylamayman, bolalarimni o'ylamayman, bog'chani o'ylamayman, hech narsani o'ylamayman. Men kontentga kirisha olaman deb, bunga yordam beradilar. Dash bolam yig'lasa, ko'chaga chiqib ketadilar eshitilmasligi uchun. Rosa yordam beradilar ojon. Boshida ham qarshi bo'lgan bo'lsalar ham menga zapret qo'yib, yo'q, mumkin emas, unaqa bo'lmagan. Qarshiman derdilar, lekin qolgani o'zingizdan. Lekin shunga qaramasdan yordam berardilar. Aytayotganimdek, uy ishlari bilan, bolalarim bilan yordam berardilar har doim. 99% mehnat bu yoq kishimda ekan, onani ketish. O, yordam. Endi bunaqa bloger bo'lish uchun mana shunaqa tushunadigan qaynona kerak-da. Shunaqa. Mana shunaqa tushunadigan, ona shunaqa tushunadigan qaynona kerak bo'lsa, svobodni ijod qilasiz. O'rgilib ketdik, to'g'rimi? Qo'yingiz xotirjam, o'ylamasdan. Endi boshida qarshilik qilish tabiiy holat, chunki biz baribir eski odammi. Biz tushunmaymiz, o'ylaymizki shu internetda nimadirlar qilsa, odamlar yomon-da. Har xil negativ gaplar keladi, quloqdan quloqqa, og'izdan og'izga. Mana shu narsani ko'tarish juda qiyin, onanib ketdik. Endi men sizga yuzlanmoqchiman, qaynona, ha. Siz keliningizga kontent olishda ideyalar bilan bo'lishib turasizmi? Yo'q. Yo'q. Men aralashmayman. Qiziqish yo'q, ha? Yo'q, men aralashmayman. Demak, kuzatmaysiz ham keliningizni. Yo'q, umuman kuzatmaydi. Mana atrofda keliningiz haqida chiroyli gaplar eshitsangiz, rosa gapirishadi. Nimaga seni kelining bunaqa? Nimaga sen qarshi emasmisan? Nimaga shunga yo'l qo'yib beryapsan? Deydi. Boshida ham ana o'qilishda haligacha u meni kelinim, u meni hayotim.
tochka qo'yinglar bo'ldi deyman, bo'ldi. Ana O'ziga bo'lmasa. yoqibdimi? Yoqibdi. Hammani o'zini yelkasida o'zini boshi bor. Ha. Hamma o'zi uchun o'zi javob beradi. Bo'ldi, tamom, o'zlaringni bil, bo'ldi deyman. Bo'ldi. Hozir hech kim menga gapirmaydi. Aha. Gapirmaydi. Hammasini og'zini yopib qo'yganlar. Ana qarang qandoq qaynanangiz bor. O'zimga ham yozishadi. Men Ra'no opaga aytib beraman, bir nima bor deyman. Ha. Ra'no opa meni tarafimda deyman. Va qaynanani qo'liga olibdi deb qoling. Yo'q. Yo'q. Obaga. Onalar nima uchun qolib deydi? Shu bolamni hayoti chiroyli bo'lsin. Nevaralarim otasi va onasini his qilib yashasin. Shunday. Guldek oilasi buzilmasin deb turib hamma narsaga chidashga majbur bo'lamiz, o'rgilib ketdik. Shunaqa. Ne kunlarga qoldi. Xo'p. Mana Leylaxon, endi men sizga savol bilan yuzlanaman, o'rgilib ketdik. Qaynana kelin munosabatlari bu juda bir jiddiy munosabatdek. Qaynanangizni sizdan arazlab qolgan kunlari bo'lganmi? Masalan, sizdan xafa bo'lib qolib, gaplashmay qo'yib, deylik. Mana shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Mana shular bilan bir bo'lishib bering. Bo'lgan. Qachon bo'lgan? Qachon Bo'lib xafa qilib turadi. qo'ygansiz? Endi bo'lib turadi. Prosta men buni qabul qilaman. Uyda qizli uyingizda oyingiz bilan arazlashib qolasiz, atangiz bilan arazlashib qolasiz. Bu yoqda po fakto endi boshqa odamlar-ku, sizga родной emas bo'lgan odamlar bilan конечно arazlashib qolasiz. Bu bo'lib turadi, bo'ladigan narsa deb qabul qilib ketaveraman. Demak, bunaqa vaziyatda kim birinchi qadamni qo'yadi? Siz qo'yasizmi? Endi ojon aytyaptilar, ular qo'yadilar. Men uchun bilmayman, ikkalovimiz ojon misol uchun bunaqa qilmaydilar-da. Kelmang, meni ko'zimga qaramang. Prosta gaplashmaydilar. Ha. Da urushib qolsak, hech kim bilan gaplashmaydilar. Shunaqa, biz bilamiz, tak, nimadir bo'ldi. Bo'lgan. Ha. Kayfiyatlari sotib qo'yadi. Shunaqa. Lekin uni ko'tarish ham juda oson. Issiq ovqat yoki nimadir shirin gap bo'ldi. Atrofdan, mana atrof muhitdan bo'lganmi hayotingizga mana aralashib, sizni yomonlab, qaynanangizga yomon ko'rsatib, oilalarni buzmoqchi bo'lgan insonlar bo'lganmi hayotingizda? Mana shu bugun ochiqlaydi shuni. Yo'q, chunki ojonning o'zlari bu narsani qo'yib bermaydilar. Mana men uydaman, har doim eshitaman. Telefonda gaplashganda ojon hech nafaqat meni hech kimni muhokama qilmaydilar, gaplashmaydilar. G'iybat yo'q. G'iybat yo'q, ha. O'shanga men ham xotirjamman, что ko'chada ham meni gapirmaydilar. Uyda hech kimni gapirmasalar, demak, odam hech kimni gapirmaydi ko'chada ham. Bu kamdan kam uchraydigan holat ayol kishida g'iybat qilmaslik. Qaynanalar telefonni qo'liga oldi, bo'ldi, обязательно bitta kelinni gapirib o'tib ketish kerak-da. Shunaqa bo'ladi baribirga ham. Lekin bu juda bir kamdan kam uchraydigan holat, ayol kishi g'iybat qilmaydi deganini. Tanishlari bor edi, kelinlarini yomonlardi, keyin bir payt aytib qoldilar o'zlari. Sani kelining yomon bo'lsa, demak sen ham yomonsan deganlar-da. Bo'ldi, temani yopganlar. Hozir u tanish bilan o'zi gaplashmayapti. Ana. O'shanga shu jihatdan menga osonroq, chunki men ham spokойныйman-da. Xotirjamman. Qanaqa sizda ham bo'lganmi mana keliningizni yomonlab, oilalarni buzmoqchi bo'lgan insonlar mana bo'lganmi? Haligacha bo'lyapti. Haligacha. Haligacha aytdim, nuqta qo'yinglar, bo'ldi. Uni hayoti, meni hayotim, meni hayotim. Hamma o'zi uchun o'zi javob beradi. Bo'ldi. Kelinning yomonligi, qaynonani yomonligi. Qaynona yaxshi bo'lsa, kelin yaxshi bo'ladi. Bo'ldi shu. Demak, foydasi yo'q. Kim aralashsin, kim burnini suchsin, chunki bu hayotni, masalan, yashash tarzini bu o'ziga tanlab bildi уже. Men o'zimnikini tanlab bilganman. Uni hayotini o'ziga tanlab bilgan. Bo'ldi, endi aralashishga bizning haqqimiz yo'q hech kimga. Ana. Shunaqa. Ana bo'lmasam. Voy peshonasidan o'ping buni qaynanani. Fikrlashini qarang. Sevishib turmush qilganmisiz? Yo'q. Sovcha. Ojon. Mana o'zi chet elda bo'lgan. Chet elda bo'lgan, yoshi katta bo'lgandan keyin uylantirish payti kelganda 27 yosh edi u. 27 yosh edi. Keyin aytdi, mayli,
men roziman, kimni topsangiz shunga uylanishga roziman dedi. Ha. Lekin dedi ayolisi bo'lsin, chunki o'zi o'qimishli mana bolamda. Ayolisi bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin Til dedi. bilsin. Til bilsin, chunki men olib ketaman o'zim bilan 4-chi kurs dedi. bo'lsin dedi. O'qishga kirgan 4-chi kurs bo'lsin. Men olib ketishimga menga hech qanaqa to'sqinlik bo'lmasin degan edi. Biz shunaqani ko'p qidirdik, qildik, bordik, unga yoqmadi, bunga yoqmadi. Qaynonam rahmatlik har rosa tanladilar, u dedilar, bu dedilar. Evet. Lekin taqdir shuki, o'qimagan, o'qishga kirgan, hali endi 1-kurs. Ailasi yo'q, tili bilmaydigan bu peshona ekan. Ana. Alloh suygan bandasi ekanki, mana Ana. bir martada baxtini topdi. Ana. Shunaqa bo'lgan. Aytman haligi qiz bolani joyi chiqdimi uzatib yubor deydi. Ha? Demak, yaxshi joyi chiqdimi, o'ylab o'tirmay uzatib yubor degan. Lekin men doim aytaman, seni xotining yaxshi ko'ribmas, seni qaynonang senga oshiq bo'lib qaynonang qizini bergan deyman doim. Ana. Sizgachi kelin yoqqanmi? Yo'q, yoqmagan boshida. Boshida yoqmagan, nega yoqmagan? Yoqmagan. Haqiqat ochilib. Bugun uyda janjal. O'sha uchun men aytibman, shu savolga javob bermay. Ha. Yo, endi berasiz. O'g'lim yoqtirgani uchun men kelin qilganman. O'zingizga masalan Oyjonni jahli chiqqanda, shuncha men qidirdim, IELTS deding, IELTS'larni qidirdim. Endi shu qizni olaman desam, bormayman dedilar. Bo'lmasa o'zlari men rasmni tashadilar. Bilib turib, to'shtamanda hech narsa yo'q, rasmni Yana tashadilar. o'g'limga aytibman, bu Photoshop qilingan. Men realni o'zingiz topganmisiz? o'zim ha. O'zingiz topib o'g'lingizga suratini tashlagansiz qizni. Ham aytadi-yu, ham qaytadi bo'pti. Yo'q dedilar. Yana o'ziga ko'mabdi, yana bunisiga Shunaqa, ko'mabdi. shunaqa. Mana senga deb turib, mana baribir taqdirni Ye bitta betini olib qilib tashlaydi. Kesasizlarmi? Kesmanglar. Chunki mana shunaqa живой haqiqatlar qizuv. Bu bir kimnidir kamsitishmas, o'rgilib ketinglar. Men kamsitmaganman. Hammaning hayotida bo'lib o'tadi. Chunki meni o'zim ham voy shunaqa sovchilikka borganman, Hoshimjon o'g'limga qidirmagan, kirmagan, eshigim qolgani yo'q. Mana oxiri peshanamga aytdi, Jon Baydenning qizini topib, sevib qolib, mana olib kelib o'tiribdi. Voy, kino bo'lgan sovchilik ham menda. Mana Leyla qizim, sizga yana bir savol. Qaynona bu qaynonami? Yoki bu onami? Qaynona? Bu Oyjon? Yo'q. Siz tushunmadingiz. Yo'q. Qaynona bu qaynonami? Yo onami? Ya'ni qaynona bu turmush o'rtog'ingiz, eringiz onasimi? Yoki haqiqatdan u sizga onami? Yo'q, baribir turmush o'rtog'imni onalari. Chunki o'zingizni oyingiz sizga nimadir aytsalar, gapirsalar, mayli deysiz. Oyjoningiz gapirsalar, o'ylab yurasiz, qilib yurasiz, xafa bo'lasiz, nimaga unaqa dedilar, nimaga bunaqa dedilar. O'shaning uchun bu ularning onalari bu narsani normalniy qabul qilish kerak. Xafa bo'lish kerak emas deb o'ylayman. Chunki 50-60 yoshli odamlarga bu meni shaxsiy chegaram, bu meni bunaqam, bunaqam deyish вообще noto'g'ri-da. Chunki bular уже davno shakllanib bo'lgan odamlar. O'shanga ularning xarakteriga qanaqadir moslashib qabul qilish kerak. Ya'ni qanaqaligini ona deganda siz aytyapman-ku, menda bunaqa qattiq problemalar bo'lmaganda. Chunki Oyjon hammasini dangal gapiradilar. Menga mana bunaqa qilishingiz yoqmaydi deydilar-da. И всё. То есть bizda qanaqadir mega super urushlar, so'ralar, skandallar bo'lmaydi. Ya'ni hozir sizni ajratishingizni men tushunishimcha bunaqa tushundim qizim, qarang. Ona bu sizni jamiki qaysarligingizni, injiqligingizni, xarakteringizni ko'taradigan va siz ham u ayolni, ya'ni onangizni qaysarligini, injiqligini, har xil so'kish qo'yishlarini ko'tarib tez kechirib ketaveradigan. Siz ham tez kechirib ketaveradigan, u ayol ham tez kechirib ketaveradigan shaxs bu sizni onangiz, to'g'rimi? Lekin qaynona baribir hamma xarakteringizni ko'rsata olmaysiz, to'g'rimi? Qaynonaga. Ko'tarish ham, misol uchun,
qaynona kelini yoki kelin qaynonasinikini ko'tarish kerak emas deb o'ylayman-da. Chegara bo'lganida kelin biladi nima deyish mumkin, nima deyish mumkin emas. Onaga kelganida hammasini aytaveradi. Ko'taraveradi-da ona. Kechirib ketaveradi. Kechirib ketaveradi. Qaynonani baribir ichida qolishi bor. Keyin eslab yurishi bor, o'ylashi bor. O'shanga o'ylab gapiriladi-da baribir. Mana onalar tez kechirib ketadi. Siz ham onangizni kechirib ketasiz, kerak bo'lsa. Lekin biz qaynonalar doim kechirishga majburmiz. Kechirib ketaveramiz. Sababi shu bolamiz yaxshi yashasin deb. Shunday. Biz ham majburmiz kechirib ketishga. Ba'zi kelinlar kechira olmaydi. Kek saqlab yuradiganlari bor. Ba'zi qaynonalar ham kechira olmaydi. Lekin qaynona ham kelin ham bir-birini tez kechirib ketsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Ojon ham aytadilar. 4 kunlik dunyoda urushib yuraveramizmi? Keling davay dedilar-da, kelin bo'ldi. So'raz rulib aytsa. Nima keragi bor? Arazlar, ginalar nima keragi bor? To'g'rimi? Ahil ino bo'lib yashashga nima yetsin? Lekin bitta narsaga ahamiyat bering, Leylaxon. Hammanglarni boshlarini bitta qilib turadigan mana shu qaynonangiz ekan. Voy bu hozirgi kelinlarchi hamma narsani bilish kerak. Uy tutishi ham, kuydirib pishirishi ham, o'ziga qarashi ham. Voy men buning uchun zo'r kurs topdim. Kelin Pro Max kursi. Ushbu kursda 50 dan oshiq pishiriqlarning retsepti, undan tashqari psixologiya o'quv sirlari, undan keyin mana har xil makiyaj qilishni ham o'rgatishadi. Uyga qanaqa saramjon sarishta qilish kerak, hammasini o'rgatishadi. Albatta ushbu kursda o'qib o'z bilimlaringizni, o'z tajribalaringizni yanada ko'proq oshiring. Mabodo yana ham to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, mana shu izohlardagi havola orqali o'tib olsanglar bo'ladi qoqindo'lar. Qattiqlar qursin. Mana endi Ra'noxon o'zingizni yuragingizdan kelinlarga maslahat bersangiz. Men nima deydi, men hali yosh qizlarga bunaqa maslahat beradigan darajadagi qaynona emasman. Yo, siz men hozir tushunishim bo'yicha keliningizni ta'rif berishi bo'yicha siz juda bir super qaynona ekansiz. Bilmadim endi. Siz hozir bu videoni ko'rib o'tirgan, podkastimizni ko'rib o'tirgan hozir qizni sizniki qaynonangiz bo'lishini orzu qilib o'tiribdi. Shunaqa yozishadi o'zi. Siz yana boshqa o'g'lingiz bormi? Bor. Uylanmaganmi, uylanmaganmi? Uylanmagan. 5 yosh. Bo'ldi, ana uylanmaganlar mana erga tegalaman deb o'tirishibdi mana hozir. Sizdek qaynonangiz bo'lsa, qanday imkoniyat yaratib keliningizga? Kelinni hayotiga hech qachon aralashmaganman. Noto'g'ri yo'ldagiligini aytganman. Bo'ldi. Men qizlarga men hali maslahat beradigan daraja emasman. Nima deyman endi? O'sha tushgan xonadonidagi odamlarning hurmatini birinchi o'rinda o'z o'rniga qo'yish. Masalan, o'zinikini doimo ma'qul bilmaslik. Kattalarni ham eshitish kerak. Kattalarni ham eshitish kerak. Kattalarni o'zi biladi. Bir kattani bir kichkinani gapiga kir deganini o'zi juda yaxshi biladi kattalar. Har xil erini hurmat qilsa, ota-onasini ham hurmat qilishi shart demoqchiman. Bo'ldi, boshqa men ana qila olmayman endi. Xuddiki maqtanganga kiraman bo'lmasa. Demak, mana shu siz ta'kidlab o'tgan gaplarga rioya qilsa, men o'ylaymanki, turmushi yaxshi bo'ladi. Shunday. Juda ham bir. Uydagi gap uyda, ko'chadagi gap ko'chada. Lekin shu kelinimiz shu xarakteri bor, shunisi bor. Uydagi gap uyda qoladi. Uydagi gap uyda qoladi. Ko'chaga olib chiqmaydi hech qachon ham. Shu uchun ham men keyin indamay qo'yganman-da buni. Ana. O'zi ishonganim uchun. Ojon ham shunaqa. Ko'chaga olib chiqib yoki kimdir bilan gapirmaydi. O'zimizning oramizda gaplashib olamiz, bo'ldi. Ana endi sizga yuzlanaman, Leylaxon. Siz nima maslahat berasiz kelinlarga? Nima qilasiz? Mana siz 18 yoshingizda turmushga chiqib, ikkita farzandli bo'libsiz, mana Xudoga shukr, umringiz uzoq bo'lsa, iloyim baxtli, taxtli yashayonib keting. Mana shu yoshda baribir 4 yil umr ko'rdingiz, umr kechirdingiz, yangi oilada demoqchiman. Iloyim bir umr, birga umr kechiringlar. Mana shu kelinlarga o'zingizni bir maslahatingizni berib keting. Har xil psixologlarni eshitmaslik deb o'ylayman. Chunki hozir Instagramga qarasangiz, men turmush o'rtog'imga aytaman, yaxshi ham 18 yoshligimda erga teganman. Reelslar bunchalik bu darajada rivojlanmagan edi-da. Hozir
ko'pchilikni miyasi zaharlangan. Agar men erga tegmaganimda, meniki ham xuddi shunaqa zaharlangan bo'lardi. Men zo'r bo'lsangiz ham zaharlanadi. Bu narsalarni ko'rganingizdan keyin unga bunga xizmat qilma, buni quloq solma, buni bunaqa qilgin. Hech kim bilmaydi qaysi oilada o'zini qanaqa tutish kerak. Odamda intuitivni hammasi shakllanib ketaveradi, moslashib ketaveradi riboyalagan. Hech qaysi psixolog sizga qanaqa yaxshi bo'lish kerakligini baribir bila olmaydi, chunki sizni oilangizda yashab ko'rmagan. Sizni eringiz bilan, sizni qaynoningiz bilan yashab turmagan. O'shanga hech kim normalniy maslahat bera olmaydi deb o'ylayman. Xizmatga keladigan bo'lsak, biz qilayotgan narsalar umuman xizmat emas. Agar alohida bir o'zingiz, bola chaqasiz, ersiz tursangiz ham xuddi o'sha ovqatni qilasiz, kiyimlaringizni yuvasiz, uylarni yig'ishtirasiz. U sizdan qiladi deyishing, kundalik qilgan ishi. Bu uyda ham xuddi shunaqa. Bu uyda ham tak qiladigan narsalaringizni qilasiz deb qabul qiling, bo'ldi. Qolganini qabul qilish kerak emas bunaqa paytda. Ha. Juda yaxshi. Qullarni hali menimcha hech kim ko'rmagan. Haqiqiy qullarni. Ha. Shuning uchun qizlarjonlar, asalarim, shakarlarim. Bu gashti bor. Buni ajoyib gashti fayz bor. O'shaning uchun har xil videolarga qarab, voy men qul bo'lmayman, voy men xizmat qilmayman. Ilohim niyat qilinglar, xizmat qiling deb. Shunday. Turmush o'rtog'inglarning ota-onasini xizmatini qildinglarmi? Turmush o'rtog'inglar sizlardan rozi bo'ladi. Avvalambor. Sizlar o'sha xonadondagi qaynona qaynotanglarning qancha duosini olasizlar. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ana. Buni bu bizning O'zbekistonda, bizning o'zimizda bor bunaqa urf-odatlar, bunaqa fayz. O'shaning uchun bo'lar bo'lmas videolarni ko'rmanglar, ulanib ketinglar, o'tkazib yuboringlar. Kerakli narsalarga vaqt sarflaylar. Ilohim baxtingiz butun bo'lsin. Oilangizga ko'z tegmasin, Ra'noxon. Bizda urush, masalan, kelishmovchilik bo'lsa-chi, hamma narsani ichimga yutaman deb, pulni olaman deb bozorga borib, gul bozorga boraman men. Ana. Gul bozorga borib, shuni qimmat gullarni olib kelib uyimga shunday qilaman, hech kim miq etolmaydi, pul ketdi o'sha. Ket bo'ldi-da. Men asabimni mana shu guldan olaman. Ana. Shuning uchun gullar ko'p uyimizda. Keyin Qur'onni o'sha Nur surasi bor. Nurni o'qiyman. Ana. Nurni o'qiyman deb o'zi iziga tushib ketadi. Ana. Hammasi kelin ham o'zidan o'zi yaxshi bo'ladi o'sha. Men shu juda o'sha foydasi katta o'sha Qur'ondagi o'sha Nur surasi xonadonda o'qilsa hamma narsa kelishmovchiliklar yo'q bo'lar ekan. O'z joyiga, o'z iziga tushib ketadi. Shuning uchun hamma xotirjamlik bo'ladi-da. Meni anaqamga qaraydi. Meni xafa qilmaslikka, что uyga joy yo'q gul qo'yishga. Ya'ni gulab qo'ymasin deydi-da. Nima endi xafa qilib qolsanglar, uylarni ichiga ham qo'yib yuborasiz endi. Uyim ichi to'la. To'lib ketganmi? Gul to'lgan. Ana. O'shaning uchun xafa qilmanglar. Keyingi safar boshingizga olib kelib qo'yib qo'yadi gullar, Ra'noxon. Voy, baraka topinglar. Men juda xursand bo'ldim. Maroqli suhbat bo'ldi. Rahmat. Kelganinglar uchun rahmat, yo'l demasdan. Oilangizga sihat, salomatlik, xotirjamlik tilayman. Ilohim mana shu keliningiz ketidan yana yaxshi kelinlar oling. Inshaalloh. Shularning rohatini ko'ring. O'zi aytadi-ku, oyijon, ovsinim kelganda men bunaqa qilaman deydi-ku. Ana. Katta kelinligini qilyapti o'zi. Ana, katta kelin bo'lasiz. Katta kelin. Kichkina kelin yugurib xizmatingizni qiladi. Lekin bu safar tayyordan olaman degansiz. O'rgatmayman hech narsani dedilar. Bu safar hech narsani o'rgatmayman. Hamma narsani biladigan kelin olaman degan. Charchabsiz, charchatib qo'yibsiz asablarini. Aytibdilar o'zlari ham. Nerv tugabdi, nerv. Endi shunaqa deysiz-ku mana. O'zingiz kelgandan keyin ham u xonadonni hidini baribir siz olib bo'lgansiz-da. Baribir siz o'rgatadigan joylaringiz bo'ladi. Baribir sizga ham yuzlanadi hali o'zingiz. O'sinjon deb degan paytda baribir sizga ham yordamingiz kerak bo'ladi. Hamma mehr muhabbatli bo'lsin. Ana. Eng muhimi oqibatli bo'laylik. Oqibatli bo'laylik. Albatta. Kelganinglar uchun rahmat. Leylaxon qizim, sizga ham ijodlaringizga, Instagramdagi juda bir ajoyib kontentlaringizga omad tilayman. Avvalambor turmush o'rtog'ingiz bilan baxtli bo'ling. Rahmat. Farzandlaringiz rohatini ko'ring. Mana shu qaynona qaynotangizni doim duosini olib yashang. Rahmat. Siz ham shularga o'xshagan
serdavlat, serfarzand bo'lib, yaxshi joylardan kelin qiling. Ijodlaringizga omad, kelganingiz uchun rahmat. Va biz ayol maktabi podkastimizni o'z nihoyasiga yetkazdik va keyingi sonlarda yana bir ajoyib podkastlar bor, ajoyib mehmonlar taklif qilingan, uni o'tkazib bormanglar. Uni ko'rish uchun albatta hoziroq YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lmasanglar, unda dab bo'linglar, ko'rmanglar. deb hazillashib qo'yaman-da. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarning xonadoningizda yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi to'ylar bo'lsin. Ro'za ayyomlar muborak bo'lsin. Ro'zadorlarga Alloh kuch-quvvat bersin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Haftinglar qursin. Bo'pti, xayr.